E'tibor bering, yonimda turgan dorilar siz uchun oddiy qon bosim tushiruvchi dorilar. Men uchun esa shartli ravishda yengilroq, ya'ni kuchsizroq, o'rtacha kuchli va kuchli dorilar. Aytaylik, sizni uzoq yillardan beri qon bosimingiz oshadi va o'rtacha kuchga ega bo'lgan dorini ichib yurasiz va oxirgi paytlarda sezyapsizki, davleniyingiz yaxshi tushmayapti. Sizni qo'shningiz esa siz ichib yuradigandan ham yengilroq dorini ichadi va uni qon bosimi ideal 120-80 dan oshmaydi. Va siz uni maslahati bilan shu dorini ichishni boshlaysiz va qarabsizki, davleniyingiz tushish o'rniga yanada ko'tariladi. Yoki ikkinchi variant, siz o'rtacha kuchli qon bosim tushiruvchi dorini ichib yuribsiz va oxirgi paytlarda sezyapsizki, qon bosimingiz tushib ketyapti. Ya'ni sizga kuchsizroq dori kerak. Sizni qo'shningiz esa eng kuchli ta'sirga ega bo'lgan dorini ichadi va uni aytishi bo'yicha bu dori uni qon bosimini juda ham ajoyib ko'rsatkichda ushlaydi. Ya'ni uning uchun bu ideal dori. Siz yana uni maslahati bilan o'zingiz ichib yurgan doriga nisbatan kuchliroq dorini ichasiz va natijada qon bosimingiz yana ham tushib ketadi. Aytmoqchimanki, har bir bemor individual, har bir bemorni individual dorisi, individual dozasi bo'ladi. Har qanaqa qon bosimini yoshi, jinsi, yondosh kasalliklariga qarab agar to'g'ri korreksiya qilinsa, dorisi tushirish mumkin. Va buni albatta qo'shningizni maslahati bilan emas, shifokor maslahati bilan qilish shart.